Ertalabdan ko'chaga chiqib balkonimizga qarasam, juda xunuk turibdi. Hozir boplayman deb darrov jiyanim Umidni chaqirib, balkondagi eski tuvaklarni olib, o'zim ham qarashgandek bo'lib, darrovgina Gulbozorga ravona bo'ldik. Bozordagi gullarni ko'rib ko'zim o'ynab ketdi. Ularni chiroyliligini, uni, buni deb tanlab o'zimcha qora ochki taqib olib yursam, baribir tanib qolib, rasmga tushyapsan maylimi dedilar. O'zi bittasiz rasmga tushiy deb so'radingiz. Shuni hammaga ko'rsatish uchun mana videoga olaman dedim. Mana shu osilmachoq gullar kerak bo'lsa, mana shu bozorga shqolani olib kelaverasizlar. Eng arzonlari, eng chiroylilari shu ekan, qaranglar. Xola rahmat katta. Qaranglar, shu chiroyliligini. Mana bitta qasi bor ekan. Donasi nechi puldan? Mana shunaqa ekadigan 10 mingdan ekan. Ashula aytganlaringizda qilib chiqardim, borolmayman. Voy rahmat. Rahmat. Ashshi sevdim. Mana bir dunyo qilib olib ketib oldim. Umid! Ko'rdingizmi? Men qidirib keling, siz yerda turib bo'lmasa. Ana muhabbat topib kelmanglar, yor ko'rsatib. Ребенок счастлив deydi-ku, shunaqa xursandman. Adijonis rahmat ko'takon. Gullarimizni darrogina ektirib uyga olib kelib, balkonimizni yana ham go'zal qilishni boshladim. Haqiqatdan inson nima xohlasa, o'zi harakat qilsa, albatta erishar ekan. Ertalabda kayfiyatim yo'q edi, lekin kun davomida kayfiyatimni ko'tarib, balkonimizni ham juda ham chiroyli ko'rinishga keltirdik. Qalay chiqibdi, sizlarga yoqdimi? 1 dan 10 gacha baho beringlar.